Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda eng arzon narxlarda butun konteynerlar va konteyner mahsulotlar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Toshkent, Sergeli, Xonoboddan bo'lyapti. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Videomizni boshida bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa ustakamizdan to'liq ma'lumot olishni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmi? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa zakazlar zo'r shekilli o'tgan safar Xudo xolasa bu hayitga yengillatib yubordik, qolmadi. Xudo xolasa zakaz bersa qilib beriladi. Ha, zakaz Xudo xolasa bu dushanbadan Xudo xolasa katta ob'yomda yana boshlaymiz. Ancha tovar yengillab qoldi. Lekin butun konteynerlarimiz tayyorlari bor ekan. Ha, Xudo xolasa ular bor. Birinchi o'rinda mana shu polliklardan boshlaylik aka. Narxlar o'zgardimi, o'zgargani yo'qmi? Polliklarimiz aka mana kattalari o'zgardi. Kichkina mana bu nimalari o'sha 50 mingdan beraveramiz. Ha, mana bular, kichkinalari. Misol uchun 80 ga 1.16, 60 ga 1.16 bo'ladi. Bularimiz o'sha 50 mingdan qilib beraveramiz. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan qilib beraveramiz. Ha, mana nimalari sal o'zgardi narxi. 1.63 ga 63 lar bor, Bularimiz 70 mingdan podrядga bo'ldi, 70 ming. Ya'ni 1 kvadratga. Ha, 1 kvadrat. Ichidan laminat yaxshisini terib oladigan bo'lsa 85 ming atrofi qilib beraveramiz. Monolarimiz bularimiz 120 ming so'm bo'ldi. 140 ga 1.16 bo'ladi. 140 ga 1.16 bo'ladi. 120 ming so'm. 120 ming turishi. Bir dona. Kvadratga qancha to'g'ri keladi? Kvadratga bir 80 minglarga atrofiga to'g'ri keladi. 80 ming so'mdan 1 kvadrat. Mana bu o'sha 50 minglik deganimiz. Bu 50 minglik kvadrati. 1 kvadrati mana standart razmerda bo'ladi. Bu turishi mana shu 45 minglarga to'g'ri kelishi mumkin. 1 kvadrati 50 ming. 40 ming shunaqalarga to'g'ri keladi turish. 50 ming so'mdan 1 kvadrati boshlanadi. 60 ming, 70 ming, 80 ming. Kattalarichi aka? Kattalarimiz 320 mingdan mana shu holatdagilari 320 ming turishi. 240 ga 1.16 bo'ladi. Kvadrat qancha to'g'ri keladi? Kvadrati shu 112 ming, 110 ming atrof bo'ladi. 110 ming so'm atrofida. O'rtachasi. Laminat pollar 360 mingdan. 360 ming donasi. Donasi 360 ming. Bo'lmasa ustaga 50 ming so'mdan 120 ming, 130 ming so'mgacha desak bo'laveradimi? Bo'ladi. 130 ming so'mgacha. Eng zo'rlari. Shunaqa. 130 ming so'mgacha. Tushunarli. Endi bu tomonga mana bittan ketaylik, mana chanalarni yoritaylik. Nimalar, lagalar. Lagalarimiz bu ikkala tomoni tengi bor. Standart. Standart deyiladi. Bular 80 mingdan. Bir dona 80 ming so'm. 80 mingdan ikkala tomoni teng standart deyiladi. Qovurg'alar 90 mingdan. Qovurg'alar 90 ming so'mdan. Keyin katta bitta tomoni katta. Bir tomoni katta, bir tomoni kichkinasi bor. 76 mingdan. 76 ming so'mdan. Ko'proq olsa chep-chep. Sel kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Chana nargi tomonda ham bor ekan, bu tomondan aytib ko'ramiz. Chanalar 11.70 bo'ladi usuliga. Donasi ustaka? Donasi 530 mingdan. 11.70 bo'ladi. Sifati yaxshi zo'r, xudo xolasa. Shunaqa. Xo'sh, endi 6 ga 6larchi ekan? 6 ga 6larimiz 630 ming so'mdan. 630 ming so'mdan. Keyin sizlarda listlar ham bor ekan, listlarimiz ham bor. Listlarimiz ustaga listlarimiz qanchadan bo'lib ketdi? Listlarimiz 105 mingdan. 105 ming. Birinchi sorti. O'sha yamog'i yo'g'i. Yonlis, tomlis bir xil narx. Hammasi bir xil. Bir xil. Orqa listlarimiz 600 ming kattasi, 560 ming kaltasi. 260 bo'ladi uzuni. Eni 2 metr bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir ko'proq nima ham platforma ham qilib jo'natishni boshladik. Mana bunaqa. Misol uchun ustiga hamma materiali ustiga bo'ladi. Bitta furaga 6 tadan ketadi. 1540 dollardan yetkazib berishi, vodiyga yetkazib berishi bilan. Dastavkasi ichida 1540 dollardan platforma, ya'ni platforma mana shu shuni maydalab, yuklab berasizlar. Shunaqa holat. 6 ta sig'adi. Shunaqa. Dastavkasi ichida 1500. Dastavkasi ichida 1540 dollardan. 1540 dollar. Holati yaxshisi. Bu yerda hozir eshik ruchkalar, eshikbozlar ham bor edi, u naryoqda tugab qolibdi-da, sotib qo'yapti. Nimaga hayitga ko'p klientlarimiz keyin nimalar ham sezon kelib qoldi. O'shani hisobiga ko'p narsamiz qolmadi. Lekin bo'ladi, xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa mana dushanbadan xudo xolasa ish boshlanadi. Ob'yomda ishni boshlaymiz yana. Xo'sh, ruchkalarimiz qanchadan beriladi? Ruchkalarimiz 60 ming so'm bo'lib qoldi.
O'sha 270, 260 ga mo'ljallab. Uzun, ha? Ha, uzuni. Kaltasichi? Kaltasi 50 ming qilib beramiz. 50 ming so'mdan. Aha. Shu eshiklarimiz-chi? Eshiklarimiz 200 ming so'm. 200 ming so'm. Kattasi. Ha, kattasi. 170 ming so'm kaltasi. Kaltasi. Ha. Ularda ham xudo xolasa shu dushamidan xudo xolasa yo'lga qo'yish Aha, akalarimiz. shunaqa. Aldaqa uzilish paytida kelibmizda. Shunaqa bo'lib qoldi. Sal. Konteynerlarimiz-chi, usta aka? Konteynerlarimiz yaxshisi, holati yaxshi, skladga, omborga bo'ladigan $1460. 12 metrlik. 12 metrliklar. Nimasi-chi? 6 metrliklarimiz o'rtacha yaxshisini $760 dan boshlanadi tepaga qarab. Dastlabki. Endi sal arzonroqlari bor, $700, $680 bor. Ular jinday urinib qolgan, pollari sal cho'kib qolgan. Ular endi ko'pchilik skladga bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shunaqa. Tushunarli. Xo'sh, dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha? Kelishilgan narxda mashina topib beramiz. Logistiklarimiz bor. Xudo xolasa. Xo'sh, masalan, yana nimalar qolib ketyapti? Endi konteynerda platformani aytdik, butun konteynerda aytdik, endi mahsulotlarni changlanib bizga o'zi konteynerda tushunadigan, konteyner bilan ish qiladigan do'koni borlar o'zi tushunadi. Hamma narsamiz bor, xudo xolasa. Dushanbadan hamma narsamiz bor. Yetarli bo'ladi. Tushunarli. Xo'sh, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa o'sha dushanbadan yana maydalashni boshlashar ekan. Hozir endi o'sha orada bir haftacha Qurbon hayiti arafasi dam olishdi. Bittadan like bosamiz. Kimga butun konteynerlar va konteyner mahsulotlari kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.